Xonim! Abek Toshkent hoteliga kelib joylashdi. Chekishdan bormi? Ko'rmayapsizmi aka? Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Ha nima? Qimmat mashinada kelsa cho'chishim kerakmi? Sen bola menga yoqyapsan. Xohlasam shu o'tirgan joyingda 100 barobar ko'p pul topishdi. Farhod, ertaga bolaga uchrashishgina. Assalomu alaykum xo'jayin. Kim bu? Orqangdan dum yetaklab yuradigan odating yo'q edi-yu. Xo'jayin, ishonchli bola, sinovimdan o'tdi. Sen ne vohlikdan kelib olding? O'zingdan o'zing. Molingni olganda, bo'tti ishligi burningni tiqmasdan so'r vodiyga. Men nusxani turqimanga yoqmadi. Har kimga ham davera qilurma. Ishonchi ertaga boshingga yetishi mumkin. Xo'p, xo'jayin. Orqalaringdan bu kunga yetalab kelishmadingmi? Qachon ko'rgansan meni? Ishlarimni, xiraligini. Aytilgan pulda hammasi shu yerda. O'tgan safargiga o'xshamayapti-yu. Barcha jangovar guruhlar qo'lga olish operatsiyasiga kirishilsin. Harakat. Tezroq harakatlanamiz, tezroq. Xonim! Bu vatan uchun o'z jonini fido qiladigan bizdek o'g'lonlar bor ekan. Bu vatan hech qachon zaharlanmaydi. Senga o'xshagan bu vatanni, millatni, yoshlarimizni zaharlamoqchi bo'lgan o'g'il-furushlarga jazo muqarrar. Aslida men emas, sen xoinsan. O'zlaringni sezdirib qo'yishma. Bu operatsiyaga salkam 1 yildan beri tayyorgarlik ko'ryapmiz. Keldi. Obyekt tirachaga yaqinlashyapti. Vatan uchun ko'ksi tog'da, yuragida g'urur borda ichki ishlar xodimlari, yurtning jasur o'g'lonlari, yurtga ko'ksi qalqonlari, baxtimizga omon. Sizni bu olijanob xizmatingizni hech qachon chetda qoldirmaymiz. Sizdek xodimlarimiz borligidan faxrlanamiz. Vazirlik tomonidan berilgan navbatdan tashqari maxsus unvonni bo'lim rahbari sifatida qabul qilib olasiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.